Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Sizlar Profi Samsidi kanaldasizlar. Sizlar bilan men Sunnat bo'ladi. Aziz do'stlar, bugun men naushnik haqida obzor qilmoqchi edim. Naushnik besprovодной, Bluetooth bilan ishlaydigan naushnik. Buni men 2 hafta bo'ldi menimcha olganimga. Bu naushnikni nima uchun oldim? Bu naushnikni o'zi sizlar bilan birgalikda ochamiz. Buni ochganida ham ishlatdim. Buni qanaqa xususiyatlari bor, minus, plus nimalarni aytib o'taman. Именно men streytinliga ishlaganim uchun, kim streytinliga ishlasa, endi boshqa narsalar, boshqa joylarga ham ishlaganda naushnik juda ham odamga biror narsa eshitadimi, nima qiladi, eshitsa agar qanaqadir kayfiyati oshadi. Shu uchun ish jarayoniga kayfiyatini oshirish uchun naushnik taqib ishlasaga juda ham yaxshi bo'ladi. Ayniqsa stoykaga ishlaydiganlarga. Ko'chaga nimaga chiqib, ko'chaga taqib yurib, mana bu yo'l harakatlari bor, nimalar bor, u yerga taqishni tavsiya qilmayman sizlarga. U yerga xavfsiz emas taqib yurish. Birinchidan, avtobusning ichiga bo'ladimi, metroning ichiga bo'ladimi, u yerga nima taqsa bo'ladi. Lekin ko'chalarga mumkin emas. Biron masalan signal chaladimi, nima qiladimi, uni eshita olmaysiz siz. Eshita olmaysiz. Yo agar bittasini taqib, bittasini taqmasdan yursangiz agar, eshitsangiz agar, unaqaga yaxshi bo'ladi. Bittasini ko'chani eshitasiz, bittasiga shu nima eshitayotgan bo'lsangiz, shuni eshitasiz. Xo'sh, buni men nima uchun oldim? Men stroykaga ishlaganim uchun. Bunga men qo'shiq unchalik eshitmayman, lekin nashid eshitaman, salovatlar eshitaman. Keyin Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufni shogirdlarini, o'zlarini nimalarini eshitaman. Bu naushnikni men reklama qilmoqchi emasman. Men hech qanday videoyimga hech narsani reklama qilmayman. O'zim ishladim, o'zim sotib olgan narsani, o'zimga qulaylik bo'lgan narsani, shuni men sizlarga yordam tariqasidami yo bir savob tariqasida shuni aytib o'tmoqchi edim. Shu narsani olasizmi, olmaysizmi, o'zingiz bilasiz. Bu endi sizlarga bog'liq bo'ladi. Xo'sh, boshladik. Bo'lmasa men buni o'zi sizlarga tanishtiraman. Mana Sony WIC310 degan modeli. Bu novinka modeli ekan. Buni eng katta xususiyatlaridan biri 15 soat ishlaydi. Men haqiqatan buni tekshirib ko'rdim. 15 soat emas, 14 soat, haqiqatan ham 14 soat ishlaydi. Bitta zaryadga qo'yasiz, 2 soat zaryadga oladi. 14 soat ishlaydi. Bu stroykaga ishlaydiganlar uchun juda ham qulay. Mana bu iPhone'ning nimalari bor, naushniklari bor. Ular originali menimcha 3 soat yo 4 soat ishlaydi bitta zaryadga bilan. Endi uni bunaqa nimasi yo'q, provodi yo'q. Buni bor. Lekin bu provoddan bunday mana bo'yningizga taqasiz, bu yerga naushnikni qilasiz. Mana bu rasmga ko'rsatilgan. Buni o'zi ochamiz. Bichini nimasi? Qog'ozlari. O'zlaringiz ko'rasizlar. Qanday qilib ishlaydi, nima qilib ishlaydi. O'zlaringiz ko'rasiz. Men buni Yandex Marketdan oldim. Yandex Market degan nima bor bizlarga? Bu yerga Sankt-Peterburgda
O'shandan sotib oldim. Hybrid Shop degan magazin bor. Hybrid Shop. Internetdan zakaz qildim. Dastavkasi 400 so'm ekan. Men o'zim borib olaman dedim. O'zingiz borib olsangiz agar dastavkasidan nima qilasiz? Tejaysiz pulingizni aytmoqchi edim. Mana bu narxi 1670 rublga oldim. Keyin bu garanti berdi menga. Garantisi 6 oy. 6 oy garanti berdi. 25 fevral kuni olgan ekanman. 6 oy mana srok garantisi bor, 6 oy deb yozilgan. Bu pulga arziydi, lekin olganimdan afsus qilmayman. Juda ham yaxshi nimasi. Kачествоsi yaxshi. Sony bu Yaponiyadagi Sony. Shuning uchun Xitoyga qilinadi. Juda ham yaxshi sifatli qilinadi. Mana bu yerda blok nimasi Sony degan logotipi bor. Keyin bu yerga shu nimalari bor. Mana bu o'zi nimasi? Blok tanasi shu yerdan regulirovka qiladi. Plus minus, keyin mana bu yerdan diktafonlari bor, nimalari bor, shu yerdan qilasiz. Hamda bo'yningizga shunday taqasiz. Bo'ldi. Bunisi bu yoqqa joylashgan bo'ladi. Keyin buni ichiga komplektdan mana uni quloqchasiga har xil 3 xil rezinasi bor. Quloqni razmeriga qarab qo'yasiz. Mana buning ichiga endi buni ochmoqchi. Ochishim shart emasdir. Hamma tushunib oldi menimcha. Shu mana bunaqa rezinada. Bunaqa rezina. Mana shu juda ham yaxshi. Bu keyin mana bu yeri mana bunaqa magnit. Magnit ushlab turadi bir-birini. Bunday turadi. Magnit. Keyin buni zaryadga qo'yish vaqtiga mana bu yerga USB-si bor. Mana USB nimasi. Buni bunday ochasiz. Zaryadga oladi bu yerdan. Zaryadga oladi. USB kabel ham bor. Qayergadir turibdi. Faqat USB kabelni o'zi. Faqat buni mana bunday oxirigacha tortib, keyin zaryadga qo'yish kerak bo'ladi. Bu texnologiya shunaqa yozilgan. Oxirigacha 2 soatga oladi zaryadga. Juda ham yaxshi nimasi. Stroykaga ishlaydiganlarga juda ham qulay. To'g'risini aytaman. Juda ham qulay bu narsa. Naushnik. Mana bu yerga qanday qilib nimalarni yozilgan. Sami eng muhim tarafi 15 soat ishlaydi haqiqatan. 15 soat. Men hayron qoldim. Men birinchi marta ko'rdim bunaqa naushniklarni. Mana Bluetooth garnitur naushnikini birinchi marta ko'rdim. 15 soat ishlaydi haqiqatan. Xo'sh, bu videom foydali bo'ladi degan umiddaman.
sizlarga. Yana bir marta aytib o'tay. Bu reklama emas, bu o'zim ishlatadigan narsa. Kim xohlasa olsin. Men buni qulayligini aytdim. Kim xohlasa olsin, xohlamasa olmasin. Xo'sh. Yana bitta gap, bizlar nima uchun bu dunyoga kelganimizni hech qachon unutmaylik. Sizlar bilan xayrlashaman. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.